Mana aziz do'stlar, mana aeroport bor ekan Daniyada. Suvni oldida. Daniyadan Shvetsiyaga o'tyapmiz. Tunnelga kiryapmiz. Suvni tagidan tunneldan o'tib, ko'prik usti bilan Shvetsiyaga o'tib ketamiz. Malmö aeroporti ekanda joyda. Mana aziz do'stlar, Daniyadan Shvetsiyaga qarab o'tyapmiz mana dengizda. Hozir tunneldan chiqdik. Yer tagidan suv tagi bilan o'tib ketdik. 3 kilometrlar, 4 kilometrlar suv tagidan o'tdik. Tunneldan. Mana dengiz. Mana Shvetsiyaga qarab boryapmiz mana. Mana shu tarafdan Norvegiya, shu tarafdan Norvegiya. O'shadan qaytishimizga Shvetsiyaga Trelleborgga shu most ko'ruvdim-da, dengiz ustida. Zoda mana shu most ustidan endi o'tyapmiz mana, keldik. Hozir Shvetsiyaga vygruzkamiz bor. Ikkita joyga, bittasi shu yaqin atrofga, bittasi Stokgolmga. Mana dengiz. Mana shamol generatorlar turibdi mana suv ustiga. To'qishlab, aylanib to'qishlab chiqaryapman mana shamol generatorlar. Mana dengiz. Daniya bilan Shvetsiyani bog'layotgan dengiz ikkovini o'rtasida. Yelkanli kemachalar ketyapti, mana sayr qilib yuribdi. Daniya bilan Shvetsiyani bog'lab turadigan ko'prik mana. Most. Mana yelkanli kemacha bilan ketyapti. Mana da ko'paygan mana shtam yuribdi bu yerda. Pastda. Mana shamol generatorlar suv ustiga qo'yib tashlagan. Mana Shvetsiya yozib qo'ydi. Mana hozir most ustida mana Shvetsiyaga kiryapmiz endi. Mana bu yerda na taможня bor, na post bor, hech bo'la yo'q. Mana bitta sinab turibdi, mana Shvetsiyaga kiryapmiz, mana sinab. Mana Shvetsiya. Bo'ldi, Shvetsiyaga o'tdik mana. Продолжайте ехать по дороге 76 километров. Mana shu most tagidan именно mana shu yerdan kорабль o'tayotgan, katta-katta kорабльlar. Shuning uchun baland qilingan. Bir 30 40 metrlar bor. 40-50 metrdan ham ziyod bo'lsa kerak bo'lmaydi.